Assalomu alaykum do'stlar. Bugun mana 24-aprel 2026-yil. Aralarimizga bir qator yangi bo'lganimizdan keyin yangi onalar kelgandik. Ularda bir qator hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qaysi bir o'tda kirgan, qaysi bir yo'qolgan, bir ko'rib chiqamiz xudo xolasa. Bu 3 ramka bo'lib ketdi. Bittada qoldirgandim mana shuni. 1-aprellarda bo'ldi. Oho, asalgacha yig'ib tashatdi. Bu karmoy ramkasi ekan mana. Do'stlar, yarmigacha asalam bo'lib ketdi. Bu tarafiga urib qo'yib tashatdi mana. Ko'rinsa. Bu oilamizga yangi ramka qo'shamiz yoki mashina beramiz. Hozir onasi birinchi ramkada ko'rinmadi lekin, qilib ko'raylik onasini. Qarama. Erkaklarlar yurtdi. Xo'p. Bu ona uribga kirgan ekan. 26-yil Karnika Zinger. Shuni Namangandan olib kelganmigan. Ona. Yo'q, domladan oldim. Namangandan kelgan ekan. Erkaklar ko'p. Urug'i ham yaxshi. Erkaklar juda ko'p. Qandaydir oldinga onadan qolgan urug'lardan chiqqan. Mana onasi ham yuribdi. Ko'rsatib o'tamiz hozir. Juda ajoyib chiroyli ona bo'lib chiqdi. Nimagadir erkaklar ko'p. Menimcha o'sha oldingisidan bo'lganimda qolgan rasplotdan chiqqan erkaklar bo'lsa kerak. Chunki yangi ona unchalik ko'p qo'yib tashavermaydi. Erkak urug'i. Yoki meni ko'zimga shunaqa ko'p ko'rindi erkaklar. Mana degan rasplot to'la. Demak, boylamiz holati yaxshi holatda. Yaqinda mana shu rasplotdan, yop rasplotlardan arilar chiqsa, 5 ta 6 ta ramka bo'lib ketadi. Bunga mashina beramiz. Mashina berish tartibini ham uyda yasash usullarini ko'rsatib o'tgandik. Hozir yana bir qator qo'yib yuboramiz mana shu oilalarga. Mana shunday turgan bo'lsa, mana o'rtasiga mashina tashlaymiz. Mana shunday qolib olsin hozir. Do'stlar, mana mashinani uyda mana shu tartibda nima qilib yasashni videoda ko'rsatgandim. Mana yana uyda yasatdan qo'yib ketamiz. Qaysi biriga nima qo'yish kerakligini keyin o'ylanib o'tirmaymiz. Kattaroq ekan, bu tarafini tushirib, bu tarafini bukib qo'yamiz. Ramkaga yopishtirib, chekkasiga shu holat. Bismillah. Nasıl? Ha, endi tushdi. Buni yurgizayotganda ehtiyot bo'lasizlar. Yoniga mana hozir meniki chip tomoniga ketib qoldi. Mashinaga yetib qo'yish mumkin. Shu holat. Mana tayyor bo'ldi. Ajoyib chiroyli mashina. Endi buni hozirgi oilamizga qo'yamiz. Shu oilaga qo'ymoqchi edik. Tamom ramkani silib qo'yib, bundan bitta oldinga qo'yib yuboramiz. Ular darrov to'p tashlaydi, chunki yangari ko'p. Mashinani asosan yangarilar to'qiydi. Xudo xolasa oilamizdan bir haftadan keyin o'sha to'qib olib yangi mashinaga ona urg'on qo'yib tashlagan bo'ladi nasib bo'lsa. Ikkinchi oilamizni ko'ramiz. Ikkinchi oilamizni ham onasi yangi edi. Sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Bu oilamiz 2 ramkada turibdi ekan hozir. To'sqinchimiz. Yangi urug'lar ko'rinmayapti. Onasini ham ko'rmadik. Lekin asal rosa yig'ishibdi.
ikkinchi ramkasi. Xo'sh, bunda rasplot ham yo'q. Xo'sh. Onasi ham yo'q. O'sha yangi qo'yilgan. Onani bular o'ldirishgan bo'lsa kerak, agar yoqmagan bo'lsa. Bormi hozir? Bo'lmay turibdi. Bu oilaga yangi onani beramiz. Katta ehtimol bilan o'ldirgan. Onasini. Yaxshi, ikkinchi oilaga ona beriladi. Endi uchinchisini ko'ramiz. Üçüncü oylamızda ham ikkita ramkada o'tiribdi ekan. Bunlar ko'rinmadi. Kichkina onasi bor edi. Bunda ham erkak ko'payib ketgan mana. Mana ikkita oilamizga nemedlarni mana beramiz. Erkaklar juda ko'p. Mana shuni bir narsa qilamiz hozir. Mana shu erkaklarni şey qopda shu. Ishchilarni o'z joyiga qaytarib, erkaklarni ko'rib shuyda qoladi. Bunlar qoptimi, rasm o'tib qolmagan. Hop, shuncha joylarni yopib tashlab bo'ldi. Bu to'rni ko'ramiz. Bundan u bo'lingan 15-aprelda keyin salonda ona berilgan. Ya onasini olib ketgansiz. Hozir ko'ramiz. Ovqat ramkasi ekan bu. Ovqat to'la. Bunlar ramkasini ko'ramiz. Bunun yapmasını da var. Yangi olar yo'q. Buni ham mana onasi ko'rinmadi. Yangi urug'i ham yo'q. Demak, bunga ham yangi ona beramiz. Onasi yo'qku. Ha, yana onasi bor ekan. Ha, endi urushib ketdi demak. Kattalashib qoldi. Bitta ekan onasi. Mana yangi urug'i mana bu yerda turibdi. Demak, bu o'ylamiz yaxshi. Ona urug'ga kirib keldi.
xuddi shu tartibda keyingi oilalarni ham hozir ko'rib chiqamiz. Endi hozir video qiladigan bo'lsak, juda videomiz cho'zilib ketyapti. Xuddi mana shu tartibda onalarni qidirib topib yoki onalarni ko'rmasak ham, ari ko'p bo'lsa, yangi urug'larni ko'rib, oilalarni tekshirishda davom etamiz do'stlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ying. Obuna bo'lib qo'yishdan esdan chiqmasin.